Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bu videoda 2025-yilning patent imtihonlari testini 5-variantini ko'rib chiqamiz va ularga qanday javob berish kerakligini ko'rsatib o'tamiz. Bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Patent imtihonida tushadigan savollarning 5-varianti. Birinchi vazifa. Прослушайте объявление и определите, где можно его услышать. Выберите правильный ответ. Ya'ni e'lonni tinglang va uni qayerda eshitishimiz mumkinligini aniqlang. To'g'ri javobni tanlang. Уважаемые покупатели, кассы номер 3 и 5 временно не принимают к оплате банковские карты. Приносим извинения за причиненные неудобства. Hurmatli xaridorlar, 3 va 5 kassalarimiz vaqtinchalik to'lov uchun bank kartalarini qabul qilmaydi. Keltirilgan noqulaylik uchun uzr so'raymiz. Объявление можно услышать в магазине. Ya'ni bunday e'lonni qayerda eshitishimiz mumkin? Do'konda. Ikkinchi vazifa. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ. Dialogni tinglang va to'g'ri javobni tanlang. Антон, дай мне, пожалуйста, телефон. Мне нужно срочно позвонить в больницу. Конечно, возьми. А где твой телефон? Вчера потеряла его. Anton, menga telefoningni berib tur. Zudlik bilan shifoxonaga qo'ng'iroq qilishim kerak. Albatta, mana ol. Ha, seni telefoning qayerda? Kecha yo'qotib qo'ydim. Endi savol. Что сделал Антон? Он дал мобильный телефон сестре. Keyingi bo'lim чтение, o'qish. 3 vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. Ya'ni e'lonni o'qing va to'g'ri javobni belgilang. Место для инвалидов, лиц пожилого возраста и пассажиров с детьми. Вы можете увидеть это объявление в транспорте. E'londa shunday yozilgan edi: nogironlar, yosh kattalar va bolali yo'lovchilar uchun joy. Bunday e'lonni qayerda ko'rishimiz mumkin? Transportda. 4 vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing va to'g'ri javobni tanlang. Anvaru 20 лет. Он приехал из Узбекистана. Дома он учился и помогал отцу продавать фрукты на базаре. Его брат работает дворником. Анвар планирует работать на стройке. Он хочет строить дома и школы. Ya'ni Anvar 20 yoshda. U O'zbekistondan kelgan. U uyida bo'lgan vaqtda o'qigan va otasiga bozorda mevalar sotishga yordam bergan. Uning akasi ko'cha tozalovchi bo'lib ishlaydi. Anvar qurilishda ishlashni rejalashtiryapti. U uylar va maktablar qurmoqchi. Endi savol. Kim будет работать Anvar? Строителем. Anvar kim bo'lib ishlamoqchi? Quruvchi bo'lib ishlamoqchi. Keyingi bo'limimiz pismo, ya'ni yozma. 5 vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qing va tushirib qoldirilgan so'zni yozing. Muslim Ibragimov хочет получить работу курьера. Muslim Ibragimov kuryer bo'lib ishlamoqchi. Пишите нужное слово в его заявление. Ya'ni kerakli so'zni arizaga yozing. Заявление, ариза. Прошу принять меня на работу на должность курьера. Mana bu yerga kuryera so'zini yozamiz. Ya'ni meni kuryerlik lavozimiga ishga qabul qilishingizni so'rayman degan ma'noni bildiradi. Keyingi bo'limimiz leksika и грамматика. 6 vazifa. Станция метро находится здесь? Нет, там. Ya'ni metro bekati shu yerdami? Yo'q, anavi yerda. 7 vazifa. Моя сестра работает в больнице врачом. Ya'ni mening opam shifoxonada shifokor bo'lib ishlaydi degan ma'noni bildiradi. 8 vazifa. Извините, это
Ваши документы. Ya'ni, kechirasiz, bu sizning hujjatlaringizmi? 9-chi vazifa. Скажите, пожалуйста, где находится поликлиника? Ya'ni, poliklinika qayerdaligini aytib yuboring, iltimos. Keyingi bo'limimiz История России, ya'ni Rossiya tarixi. 23 fevraля в России празднуют День защитника Отечества. Ya'ni Rossiyada 23 fevralda Vatan himoyachilari kuni nishonlanadi. 11 vazifa. Какой из этих городов находится в России? Novosibirsk. Ya'ni mana bu shaharlardan qaysi biri Rossiyada joylashgan? Novosibirsk. 12 vazifa. В 1945 году советские войска взяли Берлин. Ya'ni 1945-yili Sovet qo'shini Berlinni qo'lga olishgan degan ma'noni bildiradi. 13 vazifa. В создании Содружества независимых государств СНГ участвовал Boris Yeltsin. Ya'ni Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkil etilishida Boris Yeltsin ishtirok etgan degan ma'noni bildiradi. Укажите герб Российской Federatsiya. Rossiya Federatsiyasi gerbini ko'rsating. Ikkinchisini tanlaymiz. Keyingi bo'limimiz Основы законодательства Российской Federatsiya. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi qonunchilik asoslari bo'limi. 15 vazifa. Какое право Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации? Birincisini tanlaymiz. Знакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi Rossiya Federatsiyasi hududida chet el fuqarosiga qanday huquqlarni kafolatlaydi? Birinchi javobni tanladik. Buning ma'nosi uning huquq va erkinliklariga bevosita daxldor bo'lgan hujjatlar va materiallar bilan tanishish huquqini kafolatlaydi. 16 vazifa. Имеет ли иностранный гражданин право приобретать недвижимое имущество на территории Российской Федерации? Имеет. Ya'ni chet el fuqarosi Rossiya Federatsiyasi hududida ko'chmas mulk sotib olish huquqiga egami? Ha, ega. 17 vazifa. Куда следует обратиться человеку, если его ограбили? В полицию. Ya'ni agar biror odamni tunab ketishsa, u qayerga murojaat qilishi kerak? Politsiyaga. 18 vazifa. Когда должен покинуть территорию Российской Федерации временно пребывающий иностранный гражданин? Ya'ni vaqtinchalik istiqomat qiluvchi chet el fuqarosi qachon Rossiya Federatsiyasi hududidan chiqib ketishi kerak? 3-chi javobni tanlaymiz. По истечении срока временного пребывания, установленного федеральным законом. Ya'ni federal qonun bilan belgilangan vaqtinchalik bo'lish muddati tugagandan so'ng u chiqib ketishi kerak. 19 vazifa. Если иностранный гражданин нарушил правила постановки на миграционный учет, то он привлекается к ответственности административной. Ya'ni chet el fuqarosi migratsiya maqsadida ro'yxatga olish qoidalarini buzgan bo'lsa, u ma'muriy javobgarlikka tortiladi. 20 vazifa. Иностранный гражданин будет депортирован в случае нарушения срока обращения за патентом или разрешением на работу. Ya'ni xorijiy fuqaro patent yoki ishlashga ruxsat olish uchun ariza berish muddatini buzgan taqdirda deportatsiya qilinadi. Bu hukm to'g'rimi? Noto'g'ri.